Go'shtni kebab qilib yemaymiz. Ma'nodek go'sht va mogoni aralashtirib kebab ta'mini qilib yesak alomat o'xshaydi. Bu kebab ta'mlik mogo go'sht qo'rimisining qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'zini chuqur qila olasiz. Ham sugunish boshladi ketdi. Avval tayyor qilingan mogoning qalinligini normal holatda qilib pishtirilib, qaynayotgan qozonga solib, buni uzoq qaynatmaymiz, faqat bir qaynatib suv olsak bo'ladi. Suvagandan keyin suvni bir chayqab, ravr siqib suyini chiqaramiz. Hamda to'g'ralgan go'shtimizni tamlantiramiz. Go'shtning ustiga oz miqdorda tuz, aqmoch, kavavchin va mikanni tuxumidan bir tal solib, ravr suvni aralashtirib olib, orqadan bir qo'shib kraxmal to'kib, yana bir aralashtirib o'tgandan keyin suv miqdorini tutib qolish uchun az miqdorda may qo'yib, yana davomli aralashtirib 15 minut atrofga qo'yib tamlantiramiz. Ko'kot yoshlarning ko'k qizillarni sirqilib to'g'raymiz. Piyozni bo'z ko'proq to'g'rab olgandan keyin qozonga yalla al-nurining saf va xushbiroq bo'lgan tunji siqim birinchi daraja kishmeydini ko'proq qo'yib, may qizig'ani go'sht solib, buni uzoqroq qo'rib bir qadar sarg'aytib olgandan keyin zanjibil va piyozni solib, buni 7-8 aralashtirib qo'rsak bir xil mizlik piroq chiqadi. Ondan bir qo'shq atrofida oila chanab tayyor qilib olgan xushbiroq lazjang solamiz. Davomli qo'rib lazjangning rangini to'liq chiqarib olib, ko'k qizil lazni solib, orqadan muvofiq miqdorda tuz va bir qo'shq zir solib, navada ochiq yeyishni yoqtiradiganlar yana bir qo'shq vaqtlar solib, davomli 7-8 aralashtirib o'rib qo'rib, baya bir qaynatib olgan mogoni solib, o'tni eng yuqori ichib, to'xtamay davomli aralashtirib o'rib qo'rib, ta'mini to'liq so'ndirib olgandan keyin taqsiga olib, ustiga muvofiq miqdorda kunjut chechitib iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Amsa oxir tayyorlagan mazmunim yargan bo'lsa, ajrimga haqsiz yurakdan birini besib, yonlar rayoniga gullarni yo'llash bilan birga meni qaytib olsanglar, bundan keyin texnik nadir mazmun o'zingizda bo'ladi. Darslarni ko'rishali xayr xo'sh.